Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Fazlim PUBG. Bugun sizlar bilan TDM bosib chiqamiz. Ketdik. Bugun bizda cho'ta normallar tushdi. Bittasi bot ekan xolos. Shunga qarab o'ynaveramiz. Yutamiz xudo xolasa. Qani ketdik. Va sizlarga do'stlar, klassik urushni o'rgatamiz. Ketdik. Go! Ko'rjonotini olamiz va boshlaymiz. Iloji bo'lsa telefonning ovozini bandlashtirib olinglar. Birinchi keliz. Lekin urib. Bunga qaramasdan lekin biz yutamiz. Lekin yana yutib qo'ydi. Shu yerga o'ynashdi. Lekin orqadan kelib qoldi. Orqadan kelish lekin harom. Yaxshi o'ynashar ekan lekin. Hozircha 9-2 ber. Endi P90 chiqib, P90 da yorib chiqamiz. Qani let's go. Olg'a. Bu P90 kuchi. Ikkitani bordi lekin zo'r. Lelni bor. Ishlatdi. Qayerdan urdi bu? Headshot. Lelni bor ekan. Qasos olamiz. Voy, ololmadik qas. Yaxshi o'ynashar ekan lekin. Biz chekkadan yurib boryapmiz va Yaxshi. Yaxshi. Juda qiyin. Olg'a do'stlar, harakat qilamiz yutishga. Comeback do'stlar. Comeback qilmasa bo'lmaydi. Oy, glazok. Emas. Ikkita hakimni olamiz. Qo'laymiz. Voy, qatyapti. 20 ping. O'chirmay normalni. Hozir o'ynashga ko'rsatib beramiz. Do'stlar. Oh, yaxshi o'ynashar ekan lekin. Bizdan ko'ra ancha kuchliroq ekan. Olg'a! Oh, do'stlar, ancha kuchli o'ynar ekan. 16-29 baribir comeback qila olamiz degan umiddamiz. Voy! Do'stlar, comeback qila olamizmi? Leyni boraganda donator ekan lekin. Keyingi videoda Livik o'ynab turganimizni ko'rsatamiz do'stlar. Agar bu videolarimiz 1000 ta like yig'sa, sizlarga Livik o'ynashni ko'rsatamiz va o'sha 24 o'ynaymiz. Obuna bo'linglar.